Asaloyev filmi aktyorlari hozir qayerda va nima bilan band? Xolida rolini ijro etgan Shahzoda Muhammedova hozirda san'at bilan birga modellerlik va biznes sohasida juda faol. O'zining shaxsiy liboslar brendiga ega hamda ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p kuzatiladigan dizaynerlardan biri. Filmda bosh qahramon Shohrux rolini ijro etgan Azamat Ahrorov kino sohasidagi faoliyatini jadal davom ettirmoqda. U nafaqat aktyor, balki rejissyor va prodyuser sifatida ham yangi o'zbek filmlari va seriallarini suratga olmoqda. O'zbek kinosining tajribali aktyori sifatida hozirda ham turli seriallar hamda kino loyihalarida muhim rollarni ijro etib kelmoqda. Filmda Xolidaning otasi rolini ijro etgan Jumadulla Rametov salomatligi sababli san'atdan va ijoddan uzoqlashgan. Og'ir xastalikni boshidan kechirgani uchun hozirda asosiy vaqtini Toshkentda davolanish va oilasi bag'rida o'tkazmoqda. Filmda qizning onasi rolini ijro etgan Saida Rametova teatrda aktrisalik faoliyatini davom ettirmoqda. Turli loyihalarda qatnashib, turmush o'rtog'iga ham e'tibor qaratmoqda. Shohruxning otasi rolini ijro etgan Matyoqub Matchanov o'zbek kinosining yetakchi aktyorlaridan biri sifatida hozirda ham turli serial va filmlarda faol rol o'ynamoqda. Filmda o'g'lining injiqliklariga chidaydigan, quvnoq, jonkuyar ona rolini gavdalantirgan Ra'no Yarasheva hozirda mashhur serial va filmlarda faol rol o'ynab, ijtimoiy tarmoqlarda o'zining she'riyatiga bag'ishlangan samimiy videolari va ijodi bilan tomoshabinlar ko'nglidan joy olib kelmoqda. Ushbu xabarni Asaloyev filmini sevib tomosha qiladigan tanishlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Xo'sh, siz yana qaysi komediya filmlarini bilasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu kabi shou biznes yangiliklarini toshkentliklar 24 kanalda kuzatib boring.